İni Mo'minjonning operatsiyasi nihoyatda muvaffaqiyatli bo'ldi azizlar. Ko'pdan beri xuddi bizga o'xshash Mo'minjonning kasallik ahvoli uchun ko'ngil bo'layotgan va yaxshi tilaklarda bo'layotgan barliq do'stlarimizning shu bizdan Mo'minjon to'g'riliq ekanlamoqchi bo'lgan ahvollarga biz vaqtida to'liq javob berolmay qoldik. Sababi ko'ngil qo'shuvog'idek yaxshi xabarlar bo'lmagandan keyin ko'ngil yerimchiligini xabar qilg'imizmi kelmagan. Birinchi Mo'minjonning o'zining g'ayrati, ondan har biringlarning yaxshi tilaklari bilan, doktorlarning kuyinib davolashi bilan oxiri shu fursatlar kelib 13-chisla kech, 14-chisla sahar bilan Mo'minjonning böbrek ko'chirish operatsiyasi nihoyat muvaffaqiyatli oxirlashdi. Hozirgacha doktorlarning bizga bergan javobi nihoyat yaxshi, ahvoli undan turoqliq, yaxshi kutinish bo'lyotidi. Har biringlarning xabardor bo'lib kelishinglarni umid qilamiz. Yana keyingi ahvollardan xabarlashimiz do'stlar, qarindoshlar. Ko'p rahmat sizlarga. 抖音